125 ming. Buni 120 ming to'g'ri. Ibrohim, nima tayyorgarchilik? Nima qo'ysan? Assalomu alaykum. Obunachilarimizdan savollar tushibdi. Zivojkalar narxi bo'yicha. Endi bularni bir-birlariga tanishtiramiz. Zo'shkalarning originalmi o'zi? Qo'lingga ushyapsan? Hammasi original, 100% xudo xolasa. Firma mahsulotimi? Firma mahsuloti. Nechi pul ekan qo'lingga Qo'lim o'rni? turgan o'rni 95 ming, blokida 30 ta bo'ladi. 10 xildan oshiq assortimenti bor. Hop, keyingisi Trident zivojkamiz. Narxi 120 ming. Assortimentlari zo'r. Keyingisi 5 imiz, 2 xili bor. 5 Amerika, 5 Rossiya. Bular narxi 5 Amerika 200 so'm, 5 Rossiya 92 ming. Assortimentlari 5 ta bu Rossiya Amerikada 3 ta bo'ladi assortimenti. Bularda ham 3 ta. Kelarasida narxlari hozir zo'r. Keyingisi Palpi zivojkalarimiz, Palpi Alif. Narxlari 80 ming so'm. Blokida 10 ta bo'ladi. Assortimenti 15 xil assortimenti bor. Men zivojkalarimiz 2 xil. Bu narxi 18 ming so'm. Blokda 6 ta bo'ladi. Buni narxi 102 ming. Blokda 24 ta bo'ladi. Assortimentlari zo'r hammasini. Tiktaklarimiz 7800 so'm. Blokda 24 ta bo'ladi. Assortimentlari zo'r. Kevrasida. Manzilimiz o'sha O'rozor bozori, 1-pavilyon, 151-do'kon.